Assalomu alaykum. Ish motosikl ishqibozlari. Mana shu ko'rib turgan Ish Planeta Tour motosikl sotiladi. Buni bir qator remont qilib, hamma yog'ini cho'tki qilib tayyor qilib qo'ydik minishga. Balonlarning holati oldi sal ketib qolgan, atak bir sezonga chidab beradi. Orqasi tishlari hali joyida. Yirtiq, teshik joylari yo'q, xudo xolasa. O'zini yaxshi rastka kamerlari bilan turibdi. Tak, motoriga keladigan bo'lsak, motori nolovka motorida, remont bo'lmagan. Ko'rdik holatini, sal ovozi chiqayotgandi. Yetib kelgan ekanda endi bizgacha. Lekin nolovka edi, remont qildik buni. Birinchi remont bo'ldi. Xudo xohlasa ishlashlari zo'r. Motosikl hali obkatkada. Yurishi zo'r. 1 2 3 4 skoroslari joyida, konkretni ishlayapti. Tak, faralari dальний ближний ishlaydi, поворотниклari ham ishlaydi. Hozir sizlarga yoqib ko'rsatamiz. Tak, farasi. Tak, bu yerda edi, mana dальний ближний bo'lyapti. Mana дальныйsi bu, ближний bu. Tak, kechki paytda yana ham chiroyliroq ko'rinadi. Endi hozir yorug' bo'lgani uchun uncha tiniq emas. Atak kechki payt juda zo'r yoritib beradi. Signallariga keladigan bo'lsak, signallari, поворотниклari mana. Orqalari ham ishlaydi. Hozir buni mana bunisi. Xudo xohlasa yaxshi, hamma yo'g'i joyida, minishga tayyor. Remontdan chiqdi motor, birinchi remont bo'lib, xudo xohlasa obkatkada, hali obkatkadan yaxshi chiqarib olsangiz, juda zo'r yuradi, xudo xohlasa. Ancha-muncha kamchiliklari qolmagan. Hamma yo'g'ini o'zimiz chiroyli qilib minishga tayyor qilib qo'yganmiz. Bu mototsiklni oldin holati sal boshqacharoq edi. Biz neobычныйroq qilib qo'ygandik, keyin bizga ko'pchilik aytdi, sal обычный qilib, normal holatda qilib chiqarib beravering. Endi yoshlar bob bo'lsa ham yaxshi-yu, endi ko'p kuzatuvchilar, ko'p xaridorlar обычный mototsiklga, ishda обычный holatiga qiziqishadi. Shunga yana qaytab o'z holatiga keltirdik, qaytalab. Hech qancha raznica qilmadi. Mototsikl bus-butun, holati yaxshi, zo'r. Ramalari baquvvat, svarka yemagan, ancha-muncha joylarda chiqibqilari yo'q. Xudo xolasa olib, shu siz qiladigan ishingiz bitta obkatkadan chiqarib olasiz motorni. Motorni obkatkadan chiqarasiz, qiynamasdan yengil. Xudo xolasa bu yoqqa xizmatingizni qilaveradi. Yaxshi chiqarib, yaxshi minib olsangiz, mototsiklni yaxshi minib obkatkadan chiqarib olsangiz, bu yoqqa xizmatingizni qiladi. Endi ovoziga kelsak, yondirib Tixoti sal balandroq bo'lgani hisobiga shunaqa ovozi qattiq chiqyapti. Atak yurganda 2-chi, 3-chi, 4-chi skoroslarda вообще ovoz yo'qoladi. Motordan ham ovoz chiqmaydi. Faqat gulishtirdan poqillagan ovoz chiqadi. Bunaqa baland emas. Ovozlari juda chiroyli. Prosta tixoti baland bo'lgani hisobiga. Tixotini ham keltirib qo'ysak bo'ladi joyiga. Sahar yoqayotganda sal nima bo'lishi qiyin bo'layotdi. Gazni ushlashi, shuning hisobiga biz sal tixotini ko'tarib qo'ygandik. Voy, muammo ham emas. Shu atverka bilan qatiriladi, bo'shatiladi. Unaqa katta problemali narsa emas. Xudo xohlasa, mototsiklimiz shu minishga tayyor holatda, aytib o'tgan narsalarimiz hammasi mavjud. Inshaalloh olgan odam maza qilib minadi. Mototsikl svejiy holatda. Ishga, ko'chaga, kalta-kultaga maza qilib minib yursangiz bo'ladi. Udar holatda, xudo xolasa motorlari remonti zo'r bo'lib chiqdi. Minadigan odamning o'ziga bog'liq. Avvalam yaxshi texnika olib, yaxshi yursangiz, ancha xizmatingizni qiladi.
yaxshimi yomonmi, texnikani yaxshi yomoni bo'lmaydi. Hamma gap shoferda, voditilda. Yaxshi haydasa, qiynamasa mototsiklda ancha muncha mayda chuydangizga, kaltakultangizga yaraydigan texnika bo'ldi, xudo xohlasa. Mototsiklimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida. Tak, farqi yo'q. Uzoq, yaqin joylarga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Bahosini 5,5 million so'm deyapmiz. Yana ham kelishtirib beramiz. Xudo xohlasa, dastavkani ham imkon qadar kelishgan holatda uzoq, yaqin joylarga o'zimiz olib borib imkon qadar beramiz yoki bir xaridor bilan kelishgan holatda bironta taksi-paksidan, bironta yuk mashinadanmi chiqarib yuboramiz. Labodami yoki bironta yuk tortadigan porterlardanmi yoki furalardanmi birontasi chiqarib yuboramiz. Yaqin uzoqligiga qarab kelishgan holatda albatta. Bahosi 5,5 million so'm kelishtirib beramiz, xudo xohlasa.